Tun, qorong'u, xalq uxlayotgan, shahar jimjit. Hech kim ko'rmaydi, deb o'ylagan bir ayol orqasini o'girib, ko'cha burchagiga karton quti qo'ydi. Qutining ichida esa yangi tug'ilgan chaqaloq. Uni qo'ygan ayol ko'z yoshini yutib, ortga qaramay ketdi. Qutidan mayin yig'i eshitildi. Olamda birinchi marta ona deb chaqirayotgan beg'ubor ovoz, ammo uni eshitadigan hech kim yo'q edi. Sovuq yer, nam havo, chaqaloqning tanasi to'ligacha yalang'och. Tongda mahalla supurguvchisi Tojgul har galgidek ertalab chiqdi. Bu gal uning taqdiri o'zgarishi kerak edi. Qutidan chiqqan nozik, zaif ovozni eshitdi. Qo'rqdi, yuragi orqasiga o'tdi, lekin ochib qaradi. Astag'firulloh, bolajon, kim tashlab ketdi seni? Dedi yon atrofga qarab. Darhol 103 ga telefon qildi. Tez yordam keldi. Bolani olib ketishdi. Vrachlar uzoq kurashishdi. Chaqaloqni Umarbek deb atashdi. Joni juda zo'rg'a saqlanardi. Unda hayot alomati zaif, lekin umid bor edi. Hukumat Ichki ishlar boshqarmasi ijtimoiy xizmatlar harakatga tushdi. Kameralar orqali ayolning yuzi topildi. U 24 yoshli Sayyora ismli qiz edi. Kambag'al, uysiz, ishsiz. Teshkur paytda u hech narsa inkor qilmadi. Ha, men qildim. Meni qamang. Faqat bolam omon qolsin. Men undan kechmadim. Men faqat uni saqlab qolishni istadim, dedi ko'zlarida yashinday yosh bilan. U haqiqatni ayta boshladi. Yigit aldagan, ota-onasidan haydalgan, qishda podvalda yotgan, yolg'iz, ishsiz. Tug'ruqdan keyin u bolasiga qarashga kuchi yo'qligini tushungan. O'lmasin deb yaqindagi shifoxonaga tashlab ketdim. Omon qolsin deb. Ta'qib emas, yordam berildi. Sayyora ijtimoiy markazga olindi. Mutaxassislar unga yechim topishdi. Bu orada Nilufar ismli yosh hamshira Umarbekni o'z bolasidek ko'rib qoldi. Har kuni boriga bosdi. Bolaning holi unga begona emas edi. Oradan bir oy o'tib Nilufar bolani rasmiy ravishda asrab oldi. Yillar o'tdi. Umar yetishtirildi. Mehr bilan, tarbiya bilan. Uni hech kim undan kamsitmadi. U doim savollar bermasdi. Lekin ko'nglida men kimman degan bir noo'rin savol bor edi. Bir kuni Nilufar rostini aytdi. Sen mening yuragimdan chiqqansan, lekin qonundan emassan. Onam deb aytadigan onang bor. U sen uchun yig'lagan. Umar jim bo'ldi. Hech qanday nafrat qilmadi. Unga bir marta ko'zim tushsa bo'ldi dedi. Uchrashuv uyushtirildi. Sayyora siqilib, uyalib, yig'lab unga qaradi. Men sening sevgingga loyiq ona emasman. Lekin Umar og'ir jimlikda so'zladi. Siz meni saqlab qoldingiz. Ustimga emas, yerga qo'ydingiz. Bu o'zingizni qurbon qilib, menga hayot berishingizdir. Men sizdan ranjimayman. Shundan keyin Umar hayotini yana boshqacha ko'ra boshladi. U universitetga kirdi, advokat bo'ldi. Bolalarni himoya qiluvchi, ayniqsa tashlab ketilgan chaqaloqlarning huquqlarini yo'qlab chiquvchi jonkuyar insonga aylandi. U haqiqiy ota bo'ldi. Bolalarni sevdi. Hech qachon ularni orqasiz, mehrsiz yetim qoldirmadi. Va har gal ko'chadagi chaqaloq haqida eshitsa, u yuragida o'zi yotgan qutini, sovuq kechani, yig'i bilan unutib bo'lmas onani eslab, men bitta insonning kechirimida, ikkinchisining muhabbatida yashardim, dedi. Umarbek hayotdan muvaffaqiyat qozondi. U endi yosh advokat, yurakdan chiqqan so'zlari bilan odamlarni o'z tomoniga og'dira oladigan, asabini bosib, adolatni birinchi o'ringa qo'yadigan odamga aylangandi. U faqat qonunni emas, odamlarni ham tinglardi. Bir kuni u bolalar uyida bir kichik qizaloq bilan uchrashdi. Uning ko'zlarida o'zini ko'rdi. Qizaloq qorincha, yuzda jarohat izlari bor. Hech kimga ishonmaydi. Ismi Zulayho. Umarbek undan so'radi. Seni bu yerga kim olib kelgan? Men oilam yo'qligini bilmayman. Hammam meni u yerdan bu yerga tashlaydi, dedi u qattiq murabbiyat bilan. Uning qalbi yorilib ketdi. Men ham sendek bo'lganman, lekin bir odam meni yaxshi ko'rdi. Sen ham munosibsan. Umar Zulayxoni tez-tez ko'ra boshladi. Unga kitoblar olib keldi, gaplashdi, ovqatlar tayyorlab berardi va bir yil o'tib sud orqali qizaloqni asrab oldi. Bir necha oydan keyin Umarbek uyiga onasi Sayyorani chaqirdi. Onasi endi pir bo'lgan, sukunatda yurardi. Uning ko'z yoshlari ancha oldin qurigandi, ammo u hali ham o'zini kechira olmasdi. "Ona", dedi Umar, "men sizni bu qiz bilan tanishtirmoqchiman. Bu mening qizim, ismi Zulayho." Sayyora egilib qizaloqni sevdi.
Vaqt o'tib Zulayho uni buvi deb atadi. Yillar o'tib Umar o'z hayotini kitobga aylantirdi. U men tashlab ketilmaganman degan nomladi. Bu kitob butun mamlakat bo'ylab tarqaldi. Maktablarda, universitetlarda ma'ruzalar o'qildi. U har bir yoshga, har bir ayolga, har bir yigitga shunday dedi: siz hayotda bir marta yiqilgan bo'lsangiz, demak turishingiz kerak. Agar sizni kimdir tashlab ketgan bo'lsa, demak sizni kimdir sevishga tayyor. Mening hayotim ikki ayol o'rtasida o'tdi. Biri mendan kechdi, biri menga bag'ishlandi. Ikkalasini ham kechirdim. U endi faqat o'zi uchun emas, boshqalar uchun ham yashardi. U bitta tashlab ketilgan chaqaloq edi. Endi esa yuzlab chaqaloqlarga umid beruvchi inson.